Keçiren vatandaş kendin bir yeni işe mecbur oldu. Lüksiyene taşlap koyup götürdüm ben de. Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiyede Sıdıkacı Roz, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü vaziyetini elip etediğen bolsak, ötkeni sizlerge anıltıp atkan tizgilleş ve nazaret kılış, nemidige vahimilik, mavzuluk haberinin, Şavran Efendi Xitay tiliga tercüm kılgan haberinin, üçüncü kısmı bugün keçkep yetip geldi. Şunu onu tayyorlayamadım. Onun ornuğa başka, çünkü Kompartiyasının iqtisadi meselesiga münasebetlik bir haberini tayyorlab keldim. Vatandaşlarga onu atlatin sizlarga Allah halisa atlati yetkizimiz. Bugün bu haberini anlayalım. Bunun sebebi nima deysanglar, hürmetli vatandaş? Biz hazır sizlarga xalqaro vaziyat Amerika-Jungo münasebetinden sözlep keldik. Aldığımızda ötüp ketken 2 yıl içinde digidek, yoki 4 yılın hammasi digidek Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jumhur Xalq Jamhuriyati o'rtasidagi munosabatlarning hammasi iqtisodga markazlashdi. Savdo urushi, fan texnika urushi, pul muomala urushi eng oxirida shunday bo'lganida u boshlanmadi. Endi shu vaqtda biz sizlarga andi-sandi iqtisod to'g'riliq so'zlab keldik. Bugun sizlarga so'zlaydigan bu leksiya Xayxan Guroyi. Bunu 18-19 yıllarda Govingoy tolu sözlegen bu Xayxan Guroyini Wang Qishan'ga birleştirip sözlegen. Endilikte bu Xayxan Guroy'dan ameli revişte bir çatak çıktı hazır gumran buluş aldığı keldi. Gumran buluşka kirip boptu. Muşunda ahvalasıdı Govingoy bu doğruda gep kılmayıvatıdı. Endi biz buna ne hazır bugünkü yazma şekilde kelgen haberini vatandaşlara yetkizimiz leksiyen. Mavzumunda vatandaş. Trilyon yuvellik katta şirketten gumran buluşu. 700 milyard yuvellik qarz meselesini keltirip çıkarsa kandak, kılgılık, mavzulu haber 2. ayının 2. günü maliyege soğuk nazarı tor betide ilan kılındı haber. Mundak başlan. Geçiren vatandaş. Ben 21. ayının 29. günü Xaynanda Avatsiya Guroyi tövende kıskartıp Xayxan dep atayımız hürmetli vatandaşlar. Xaynanda ülkülük yuqori sotning uqtirishini topshirib oldi. Uqtirishning muhim mazmuni mundaq. Qarz berguchi o'rin, qarz olguchi o'rinning ustidan sotga arz qilib, muddat to'shqan qarzni qaytarolmadi yoki muddati to'shqan qarzni qaytarolmadi dedi. Şuna yuqori sotning gumron bo'lgan Xayxan Guroyini tartibga solishni talab qildi. Qaraganda Xayfangching, Huajin qatorliq nurg'unlagan katta boshlig'i o'xshash, ya'ni katta boshlig'i o'xshash Xayxan shirkatini izib tashlaydigini yanala qarz masalasi bo'lib chiqdi. Bu demek, Jungo'da 4 çoğun Avatsiya şirketi Guroyining işçide meblağı trilyonga yetadigan Xayxan Guroyining gumron buluşu yetip keldi deganlikdir. Xayxan Guroyi bilan Xayxan Guroyi jon talashyapti. Özünü qutqizish jarayoni 1-2 yildan keyin o'zil kesal qurol topshirib teslim bo'lish bilan tamomlanadi.
Biz avval Xayxanguroyning gumron bo'lishi, qayta tashkillanish ahvoliga qarab boqaylik. 1-oyning 29-kuni 1-oyning 29-kuni Xayxanguroyning Guanwang, Guanwi hamda buningga munosabatlik bozorga chiqqan shirkatlari birlikda e'lon chiqarib, Xayxanguroyning gumron bo'lishga yuzlanganligini, qayta tartibga solishga yuzlanganligini uqtirish qildi. Xayxanguroy mundaq bildirdi: qonun bo'yicha adliya tartiblariga moslashib, adliya tekshirish elib boramiz. Qarz masalasini birtaraf qilish xizmatini jiddiy elib boramiz. Biz adliya organlarining qarz berguvchi tarafning qonunliq huquq manfaatlarini qo'llab, shirkatning ishlab chiqarishining o'ngishli elib berilishini kapolatga ega qilamiz. Ko'pchilik diqqat. Biz bu yerda so'zlayotgan gumron bo'lish, tartibga solish, shirkatning foydasi va mablag'i allaqachon qarzga paylamay qolganda, bu shirkat rahbarligi adliya organlariga gumron bo'lganligini qayta tartibga solish kerakligini iltimos qilsa bo'ladi. Iltimos tasdiqlangan hamon qarz berguvchi o'rin gumron bo'lgan shirkatlarni qarzga qaytar desa bo'lmaydi. Qonun shuning o'xshash shirkatlarning rahbarlik qotlimi qarz berguvchi o'ringa shirkatni qayta tartibga solish iltimosi sunib, qarzni kechiktirib qaytarsa bo'ladi. Paychak o'simini tarqitish to'xtatsa bo'ladi. Qarz olgan dasmoyni qaytarishni vaqtli to'xtatsa bo'ladi. Faqat o'simini qaytarsa bo'ladi. Kapolatsiz qarz olishni azaytsa bo'ladi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.